Aholining 92% minglab pullarini dorilarga sarflayotgan bir paytda yaponlar esa kulib erkin nafas olishmoqda. Bu oddiy ritual, ya'ni yuz massaji orqali. Burun bitishi, aksa urish, burun tomoq achishi bu bahorgi allergik rinit. Ya'ni millionlab odamlarni bahor faslida azobga qo'yadi. Tabletkalar uyqu chaqiradi, spreylar esa burun shilliq qavatini quritadi. Ular berayotgan yordam esa atigi bir necha soatni davom etadi. Ammo bu sharqona texnika esa sizning holatingizni atigi 5 daqiqada yengillashtirishga yordam beradi. Yuzdagi maxsus tochkalarni massaj qilgan paytingizda tanangizda maxsus reaksiya, kaskad reaksiyalar ishga tushadi. Retseptorlar faollashadi va immun tizimini boshqaruvchi markazlarga signal yuboradi. Burun va pazuxalarda mikrosirkulyatsiya yaxshilangan hisobiga u yerdagi shish va bitishni keltirib chiqaradigan yallig'lanish moddalarining chiqib ketishiga yordam beradi. Qon tomirlar va asab tugunlarini siqib turgan spazmlar bo'shashadi. Atigi bir haftada har kuni bajarilgan massaj sizning allergiyangizni kamaytirishga sababchi bo'ladi. 2 haftada esa allergiya avjiga chiqqan paytida esa siz erta tongda tiniq burun bilan uyg'onasiz. Bu mashqni kuniga 3 marta har gal 3 daqiqadan bajaring va natijasini ko'ring. Bu videoni ko'p aksiradigan va ko'p burni bitadigan tanishlaringizga yuborib, menga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Doktor Namozov bo'ldi.